Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana o'sha men Ani Gamer. Bugun sizlar bilan Blue Lock animesidan olingan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Mana bu yerda har xil skill, passiv stillarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'zingizni to'g'rilab olasiz. Men sochni qizil qildim, endi bu prosta ko'rsatish uchun. Har xil soch stillari bor, 21 ta. Kal qilib qo'ysa ham bo'ladi. Menga mana shu yoqdi. O'zingizning aurangiz ham bor ekan. Xo'sh, keyin aurani pichga qilmamiz. Mana bu yerdan raqamni to'g'rilab olamiz. Men o'zimga 10 raqamini tanladim. Do'stlar, buni onlayn ham, offlayn ham o'ynasalaring bo'ladi, o'ynasangiz bo'ladi. Biz hozir offlayn tarzda o'ynab ko'rsatamiz. Play offline. Bunisi esa mashq qilish. Hozir o'ynaymiz. Mana do'stlar, o'yin grafikalari ancha zo'r bo'lmasa ham, ammo o'ynasa bo'ladi. Bunda bir kishini boshqarasiz. Top menda do'stlar. Zarba, gol. Gol do'stlar. Nishonlashni qarang. 1-0. O'yin boshlandi. Bu o'yinda dribling qilsa ham bo'ladi. Pas. Mana bu yerda 3 ta yozuv bor. Pass, nice, sorry. Pasni bo'lsangiz, top sizning komandangizda bo'lsa pas beradi. Mana. Va biz olg'a boramiz. Shu joyda dribling. Va zarba. Qaytarib qoldi. Hozircha hisob 1-1. Nega men borsam faqat ular pas beraveradi ya. O'zimning komandadoshim edi-yu. Orqaga. Voy, gol yeb qo'ydik do'stlar. Mening komandadoshlarim o'ynalmayapti do'stlar. Ular o'ynalmayapti qandaydir. Faqat men o'ynayotgandek his qilyapman o'zimni. To'pni olib qo'ydi. Voy! Nima bo'lyapti do'stlar? 3-1 kambi qilib ketdi. Axir 1-0 da yutayotgandik. Buni pas berishini qarang. Qayga pas beradi tushunma. Yana to'p qo'ydi. Voy yo. Biz chota yutqazyapmiz, lekin asam chiqib ketyapti. Lekin o'yinga gap yo'q do'stlar. Buni yaxshiroq versiyasi ham bor. Mana bu grafikalari ham o'xshagan versiyasi ham bor. Uni kelgusi videolarda ko'rsatib, o'ynab ko'rsataman. Gol do'stlar. Gol 3-2 do'stlar. Nishonlashini qarang. Vartamon qayga chiqib ketgan? 4-2. Tushunmadim chota. Nima vartamon bunday qilyapti? Hozir o'zim gol urib kelaman. Voy. Zo'rdan tepish xato edi o'zi. Bunda hozir do'stlar ko'p driblinglari bor, faqat ularni pulga sotib olishingiz kerak. O'ynasangiz, yutsangiz sizga pul beradi, tanga beradi. Va siz unda o'ziga yoqqanini sotib olasiz. Voy. Go. Pas. Malades. Qiyshiq o'zi ham zato pas berdi. Go. Voy. Ortadan yetib ketdi. Zarba. Gol do'stlar. 4-3. Men baribir hisobni tenglashtiraman. Tenglashtirishga harakat qilaman. Joyiga. Yo'q. Xayriyat.
Yo'q. Bular juda qattiq hujum qilishyapti. Voy, gol deb qo'ydik do'stlar. 5-3 hisob bo'ldi. Biz 5-3 hisobda yutqazib qo'ydik. Bu o'yinda shot 5 ga 5 shotgacha bo'lar ekan. Mayli, hech qisi yo'q do'stlar, hech qisi yo'q. Do'stlar, ko'rganingizdek menga 100 ta tanga berishdi. 1000 ta tanga berishdi hozir. Xo'sh, bu o'yin shunday karyer mod qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. Bugungi o'yin shu edi. Xayr do'stlar, video yoqqan bo'lsa like, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.